Dasturimizda davom etamiz, hurmatli teletomoshabinlar. Ayni daqiqalarda dastur avvalida aytib o'tganimizdek, qiziqarli sahifalar orqasidan esa yana bir ijod ahli bilan suhbatlar uyushtirishimiz ham aytilgan edi. Ayni daqiqalarda studiyamizda hurmatli shoirlarimiz, aynan ijod ahli Ulug'bek Hojimurodov hamda Husan Umurboyevlarni taklif etganmiz. Birlari Zomindan, birlari esa Zarbdor tumanidan, to'g'rimi? Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Xush kelibsiz. Yana bir kere xayrli kun deymiz. Erta tongdan taklifimizga yo'q demasdan tashrif qilganingizdan xursandmiz. Umuman olganda, ijod ahli tashrif qilganda studiyamiz yana ham bir fayzga to'lib ketadi, chunki chiroyli she'riy satrlar, o'ziga xos mulohazalar, chunki har bitta ijodkorlarni, har bitta shoirlarni o'z dunyolari bo'lishadi va o'z dunyolarini boshqalarga ham taqdim etib o'sha olamga olib kirishga harakat qilishadi. Bugun hozir qo'limda Husan Ravshan nomlari bilan Muhabbatli lahzalar nomli chiroyli bir to'plam turibdi. Ayni mana shu satrlarga ko'zim tushib, mana shu olamga o'zi deyarli kirishga ulgurdim. Dilshod aka chiroyli satrlar ekan. Hozir keyinroq o'qib eshittiramiz. Hozir mehmonlarimiz bilan suhbatni boshlasak, marhamat salomlashib olsangiz bo'ladi tomoshabinlarimiz bilan. Barcha tomoshabinlarga, yaqinlarimizga assalomu alaykum deymiz. Tongingiz, kuningiz xayrli bo'lsin. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Assalomu alaykum hammaga. Tong xayrli bo'lsin. Yaxshi kayfiyat tilayman. Avvalo taklif uchun rahmat alohida. Tashakkur, xursandmiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Endi yuqorida biz efir ortida gaplashganimizdek, endi ijodga to'xtalamiz. Aynan o'sha ijod qachondan boshlangan? Keling, mana shu savolga navbat bilan javob bersangiz. Umuman bolalikdan ijodga bo'lgan qiziqish, ya'ni o'sha adabiyotga bo'lgan qiziqish yoki oilada aynan shoirlar bormidi? Nima sabab bo'lgan mana shunday ijod qilib yurishingiz, umuman ijod qilishingizga? Albatta, ijodkorlik ham eng avvalo menimcha o'sha yaratgan tomonidan tug'ma yuqtirilishi kerak deb hisoblayman-da. Menimcha kuzatishlarimdan boshqa ijodkorlarni, ustozlarni tarjima hollarini o'qib, shunga amin bo'lamanki, qonda bo'lish kerak. Va albatta iste'dod har bir insonda qanday, qaysi jihatdan iste'dod bo'lishidan qat'iy nazar uni albatta rivojlantirish, ustozlarni o'sha olgan tajribalarni o'zlashtirish, ularni tajribalaridan xulosa chiqarish va o'qib o'rganish, izlanish orqaligina iste'dod yuksaladi. Albatta voyaga yetadi iste'dod ham. Sizda qanday fikrlar? Menda shu Ulug'bek Hojimurodga qo'shilaman.